Menga qara. Rabbayona. Bir ishi tutib olib, normalniy pul topdim, mana shu yerga seni jo'natdim-da. Ha. Bekorchilik qilib yuribsan. Nima bekorchilik qilyapman? Men ishlayapman. Mana bezovta Ana yoqda qilmang. mijozlar bor. Tushunmaysanmi? Bundan ko'ra ko'k choyingizni iching, bo'ldi qiling. O'zim ishlayotgan restoranga o'g'limni ishga joylashtirdim-da. Nuqul bekorchilik bilan mashg'ul. Nima bu? Men senga qanaqa ko'k choy shunaqa ham damlaydimi? O'zingizga o'xshagan zahar achchiq qilib damladi. Iching endi shuni. Bezovta qilmang meni. Ishlamayapman. Qachon onani qadriga yetadi, ha? Buni odam qilaman debchi, o'zim charchab ketdim. Maslahat beringlar. Farzand tarbiya qilishda nimalarga ahamiyat berish kerak? Xalqqa dardingizga turmang. Yig'laginglar. Toningni to'g'rilat.